talant egisi chaqmaganda ko'zlardan nur ziyo ushqunduqsidir. Ko'ngillar shodlang'usidir. Keskin tanlashlardan keyin Oygul G'ulom muallimning guruhiga qo'shilganligingizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ustozingizning sizni yetaklab keyingi Söyenning 3-yillik o'quvchisi ham bizniki shu yangi zamon naqsha etish uslubida o'qiyotgan o'quvchi. Hammaylar Qaysarga shuncha qoyil bo'ldik, chunki Qaysardagi o'zining saposi, xarakteri naqshasiga singan. Naqshasi orqali biz Qaysarning qanchalik tirishchan, astoydil, mas'uliyatchan bola ekanligini ko'ra oldik. Qaysarningki har bir naqshini etish jarayonidagi o'rinlashlari shunchak inchga, puxta bo'lganligi uchun men Qaysarni qabul qildim. Ham Qaysarningmi meni tanlagandan xush bo'ldim. Yaro degan naqshni anglab baqqamdi. Anglayli. 大家好，我叫阿迪拉·奥布里米提，来自哈密。
Yaxshimizlar, ismim Adila Ablimid. Bu qitim o'zim eng yaxshi ko'rgan naqshamni Paradiyo Ipak yo'li sadasi programmasi orqali 4 ustoz bilan o'rtoqlashish maqsadida bu sahnaga keldim. Bu qitimliq Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishdagi maqsadim mayli natija qandoq bo'lsin, 4 ustozning yaxshi bahasiga erishsamni bo'ldi deb o'ylayman. Meni eng qo'llaydigan suyimli dadam opam Hadam, ya'ni yezdamga mushu programma naq maydon oldida chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bir tane idim yare munda de buldum. Bir tane idim yare munda ne buldum. Ahli hoşumden yare bigane buldum. Yare bigane buldum. Yare aşklarımın
Yaxshim sizlar ustozlar, mening ismim Adila Ablimid. Men Qumuldan keldim. Xinjiang san'at instituti muzik fakultetini bitirgan. Qumulda o'qish bitirgandan keyin Qumulda xizmat qildim. Qumul san'at maktab bir mazgil ishlagandan keyin Urumchiga texi yangi mehmon bo'lib keldim. Hozir xizmatga o'rinlashish bosqichida. Biz hamda qolgan gapni mush ustozlardan anglayli. O'zingni tutib olib qisqa negizlik baranlarni, bahalaringlarni beringlar. Bo'ladi. Men birinchi bo'lib o'rildim, singlim. Nima deymiz? Men sizningki ovozingizni tunji qatimda azroq o'zgartirish qo'shish qilibsizlar 5ga boshlanishga. U yerdagi ovoz indan shovli qilib turib, kontrol qilib turib aytganchu. Ovozni qo'yitib aytgan naqshga qaraganda kontrol qilib yig'ib turib aytish taxmi qiyin bir nuqta deb qaraymiz-ku. Qarasam u yerda indan nozik odamning quloqiga pichirlayotgan bir nozik hissiyotni ifodalagan bo'lsangiz, naqshga rasmiy kirgandan keyin, ya'ni milliy uslub, milliy ovozda o'zingizni yo'riq ovozingizdan qo'yitib ikki xil bir ta'mni ekilib aytdingiz. Xohlasangiz bizning guruhda har vaqt sizni qizg'in qarshi olamiz. Ovozingizdagi sharoiti bek yaxshi ekan. Mush ovozda endi biz yilqinda bir kasbiy kasalg'u. Azroq qo'shish, masalan, qo'shin qilsa bu texnik chiroyli bo'ldi. Bu bir chunki sizga ashunaq bir tarbiya lozim ekan ovoz ilmiga. Ikkinchi, Qashqar xalq naqshlarining o'zining bir shivisi bor-ku. Qashqarning shivisi mush naqsh yo'qolib kelsa, ma naqsha rasmiy tuzdamay kamchilik bo'lgandek bo'lib qoldi ekan. Shunga hozir sizning bu yaro puroqlari shuna chiroyli, lekin Qashqar shivisi kam. Şunu öğrildim vallahi. O kögeller vay çırak emmes. Bu şive. Muş yo'qolib ketsa, Qashqar naqshlarining payzi yo'qolib ketadi. Men o'quvsag'im bek ta'kidlayman, sizga mush talabni qo'yman. Lekin boshqa jihatda shart-sharoitingiz shuna yaxshi-ki. Sizning yeningizga bas ashta qilsiz. Meni elimga kelsa, chataq yo'q. Siz mening guruhimga kelishingizni qarshi olaman. Sizni yetaklashga uncha jiq kuch ketmaydi. Rahmat, Malik. Teya balika. Men ovozingizni yoqtirdim ukam. Bu naqshig'imi tushibdi? Sizning yana jiq naqshlarga tushdigandek qildi ovozingiz. Shundoq. Bu ashani shuning qo'shgan bo'ladi. Beshini mandaqmi uslublarga tushima deb qo'shib qo'ygan yerchi. Mening ishim bor demakchi. Bundan boshqa ishim bor demakchi. Agar meni guruhim kelib qolsangiz, men ovozingizni o'ngshayman deb mumkin. Sizning bu ovozingizga tushadigan payzay naqshlarni tanlab biz keyingi qadamlarni mangamiz. Gimdigida. Keling demoqchisiz? Keling. Rahmat. Men mushu keynimda tug'an vaqtimda men taxaqchan bo'yi bek igiz, simiz, dastli bir 30 yoshlik atrofidagi qiz o'xshaydi deb qarasam, siz shundoq kichik o'ruqkansiz, ham bo'ylaringizni g'uncha bo'y shundoq chaqqanlam. Mushunda holatdimi bu naqshni mandaq o'rindamoq bu oson emas. Azroq qanday g'ijakdak oldigan yerlar bor-ku. Siz ne g'ijakni doğrab olsangiz, u ergiz xatolashmaysiz. Aşı bir kamalçı bilan geldi. Aşı müzikini doğrab turib aytayli. Bu asarlıqı is bir ömür ismi ügengidek nasiba asar. To'g'ri. Shunga Mening guruhimga kelsangiz, birlikda yuramiz. Ukam, men bir yana gap qilgim keladi. Muallimlarning deganining hammasi to'g'ri. Xatosi yo'q. Ama mençe siz bu naqshini nayta güzel aytdingiz. Mush muallimning ishki muallimning deganining cho'qi mutlaq asosi va Qashqar shivisi, inchki farqlar degan hammasi shu qattiq talablar. Aş çoxum bo'lish kerak. Lekin siz aş talabning o'ziga naq 100% ijro qilganingizda bu naqshiningki sizning uslubingizda hozirgi aytilgan bu bir tarafini biz his qilib ko'ramiz, anglayolmaymiz. Biz balkim shu shivini shundoq voqea yetkazgan shu kishinikini anglasak bo'ladi. Biz asosi ahangki, masalan, yaro degan mush naqshning umumiy gavdasi, umumiy hissiyotni, umumiy qurilmasini buzib etmagan ahvollarda siz o'zingizga xos bo'lgan tempuraklarınızı kirgizib aytsangiz tamamen bo'ladi. Chunki u siz aytyapsiz. Shunga mening bu gaplarimdan qo'lingizni tutib qo'ying. Urumchiga yangi kelibsiz, mehmonkensiz. Mehmon har vaqt qo'limiz ko'ksimizda.
Mening gruppam har vaqt sizga ishga uchuq. Men ablatkamning gibi qo'shilib afkam. Men ovozingizdagi yumshoqlik, siliq, bunday tabiiy ashnasini bak yaxshi ko'rdim. Bu balama mushning beshiga ha qildi. Buni hammasi Ayshgul ma'lum borki, Aygul ma'lum borki. Ablat ustoz borkan, Mavlankan borkan deb mush bir hamda malni chiqdi bozorga. Shunga bizga hamma yer yardi. Siz yaxshi naqsh ekansiz. Bo'ldi, biz unda bo'lsa yaxshi gaplar bo'ldi. Tanlash huquqini sizga beraylik. Sizning eng oxirgi qaroringiz qanday? Rahmat sizlarga. Mening eng oxirgi qarorim Ayshgul ma'lum. Muborak bo'lsin. Adila Abdumet, güzel ovoziniz hem güzel ruhsarınızga şeyda bulduk. Qiyinligi yuqori bo'lgan xalq ahangini voyaga yetkazib o'rinlab, ustozlarning moyilligini qo'lga keltirganligingizdan suyundik. Ustozingizning ajrining sizni meyve berdiganligiga cheksiz ishonamiz. Çaşların dikitni taparman, alemde bir seni der yaşarman. Üzemni yokatsam yokattım, bir günü ben seni taparman. Üzemni yokatsam yokattım, bir günü ben seni taparman. Ben seni kütermen her seher, Zuhrani kütkendek kayıp. Ben seni kütermen her seher, Zuhrani kütkendek kayıp. Ben sana yetermen ahir, bir günü ben seni taparman. Ben sana yetermen ahir, bir günü ben seni taparman. Akşam meşgulaş, nüvesizat falan tüm arkadaşım. Artık dolayısıyla şikayet tam saklayız. Ekradidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video Savdo Cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abtitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algach Passisi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklanish shirkati yaqindan yordam bergan.
声音还是很不错。是啊，我觉得就是我就听完之后，还是让大家比较能够吸引大家的更多更多样的一些作品来展示自己啊。Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hormag'aysizlar. İsmim Muradil Abdurim, yurtim Ürümçi'den müzik muharib kasb bo'yicha o'qib tarbiyalanib, hozir yana mushu naqsh kasb bilan shug'ullanyapman. Men shu Italiyada yangi o'qish bitirib qaytib kelgan vaqtlarim bo'lsa kerak. Sizlarga italyan tili dars o'tgan vaqtimda. To'g'ri bo'ldi. Hayron qoldim. Ummaq kulib turib, shundoq har qachon sinfning partining eng oldida o'tirib, Mallim deb ağzımga quchqach tanlagandek tanlab o'tiradi. Shundoq o'maqqa hozirgacha ko'z oldimdan ketmaydi shu o'maq oltingiz. Mana hozir o'sib yetilibsiz, cho'ng bo'psiz. Sizningki shundoq bir taraqqiyotlaringizda shu sahnaga chiqib bir naqsha aytqidek müştaq küçük igi boğunuzda men şundaq hoş buldum, söyündüm. Hem sizde şundaq çoğun bir boşluk, şundaq çoğun bir taraqqiyat, ümidi var. Siz şu ümidini aqlayalaysınız. Şunun için demekçi. Şunun için menin grupamga kelsiniz. Biz qo'l tushib birlikda taraqqi qilalaymiz. Rahmat ustoz, rahmat. Men o'zim shu narsani yaxshi ko'raman. Rahmat ustoz. Melodiyasi chiroyli, tekstlarim chiroyli, Abdulla qarindishim bek yaxshi aytib o'tgan. Xeyli yillargacha unutilg'ilib bo'lmaydigan ajoyib badiiy naqsha. Bugun anglab, men shundoq bir ma'ri issiq bir naqsh bilinib burilsam, siz dal bizning o'quvchi ekansiz. Rahmat malim. Siz bilasiz, biz shu maktabning o'qituvchisi.听老师，乌鲁木齐这首歌，对，这个姑娘非常优秀，非常好的一位歌手。我们以前合作过那个时候也觉得非常棒，非常好的一个专业歌手，优秀歌手。今天这首歌我更加佩服。再一次认识到了你，要期待再一次的好，再一次一个好的一个机会。再次合作。好的，谢谢老师。再给他写一个特别好的一个歌，这首歌唱得非常棒，非常欣赏。谢谢你支持我们的这个工作啊！我知道这个姑娘就是喜欢自己的这个专业啊，而且很努力，不停的努力。还有一个特点呢，特别的聪明啊！你一说他就明白。哎呀。不容易，谢谢你，谢谢老师，谢谢老师，谢谢你啊！也祝栏目越来越好。好，非常的希望你跟我来我们的这个。Xi Jinping, sizning sahnamizda muborak ovozingiz bilan bizga taqdim etgan naqshingizga, moyirlarga bergan ilhomingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana sahnalarimizda qush ovozingizga jo'r bo'lishni istaymiz. Adaş o'zing yolg'iz nim ko'ryapsan? Izdashdan kino ko'ryapman. Payz kinolar bormi-ki? Payz kinolar deysan, biz chiqqan Parido Ipekul sadasimi shuni ichida bor? Otla deymanmi-da, payz desman tuyjan qilmamsa deyman. Izdash deb izdigina. Bo'ldi, dash rahmat a. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash apitali mayirlarga omad tilaydi. yolg'iz qoldim degan naqshni bir anglab baqala. 各位朋友大家好，我是你们的歌手朋友飞入诺尔兰。Yaxshimsizlar dostlar, mesela nakş dostlarla Faruk Nurlan bulumu. Özüm Börtlardan geldim. 我呢出生在一个音乐世家，我的父亲也是一名音乐人。我从小出生落地，就是听着我自己父亲的歌长大的。我定居在乌鲁木齐这座城市已经有2年之久，在这个城市呢。我也取得了很多的成绩，也通过自己的努力，在各种社交平台上面拥有了很多的粉丝量。音乐对我来说是我血液中不可分割的一个部分，所以我始终没有放弃音乐，并在音乐的道路上不懈的努力着。希望我自己能够在这个舞台上面取得更加优异、更加好的成绩。
zamanlar sevgen yarım var, emdi günler ötmekte bidar. Sensiz kaldım yalnızlıkta, ne azaplarda. Sensiz günler ötmekte bidar. Amalım yok bu ayrılış azapka, berelmeydim hiç kim bir cevap bu icralarga. Şair buldum, kitaplar yazdım, bimar buldum, kiselde kaldım, sevda buldum, bu dağlarını kezdim. Bu ayrılış her koyga salar, sersem buldum, harmanda kaldım, yalnız buldum, dertlerde yandım. Bu ayrılış acep acep yaman, yalnız kaldım. Sersan oldum, harmanda kaldım, yalnız buldum, dertlerde yandım. Bu ayrılış acep acep yaman, yalnız kaldım. Acep acep yaman, yalnız kaldım. Ama yaxşıroq bir chipas tavsiya qilsam. Voy, ta'limli adash dersen. Mana bu Yangi Nur şirketininki Sertan Alga chipassisi. Sen ikkini yaptık hemen ta'limga berdim. Sen ishilta adash. Sertan Alga chipasisi qatorliq patentliq oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个年轻人啊，嗓子声音很低啊。对，是吧？这个一直把他的这个声音控制在一个特别低的一个这样的声线上啊。是这个刘老师，你这个低音你这块你是专业的啊。是的，这个声音色挺不错，声音音色不错。但也是，我们都感觉是他们这个作品的好多风格啊，没把自己的这个最好的东西交代出来。 Kim öyle dedi ki güzel iç şılda kalsa tütülme alıp karab durdu. Yaxşımsizlar, hörmətli ustozlar. Men Börtlardan keldim. İsmim Farruh Nurlan bo'ldi. Nima Nurlan? Farruh Nurlan. Farruh Nurlan. Farruh Nurlan. Manga gapmi qilib qo'ymay musobaqa qatnashganligingni ayt yaxshi bo'pti. Bu o'ziga ishonchisi bor bola. Mavlam ma'lummi eng oxirida ulgurib keldi. Azroq ish chiqib qoldi, shuni tugatmoqchi.
biz şu muzika deymiz yoki naqshi deymiz, amniyatni muzikami nal qo'yib qo'ysangiz bir yog'och xolos. Masalan, ganchin, dutta, g'ijak, emas qo'yib qo'ysangiz bir yog'och. Lekin endi uni hayotiy kuchga ega qildig'ini biz chog'uvchilarchu. Chilish jarayonida biz agar uningga ro'yitimiz bilan ulinib turib, shu muzikalarga jon kirgizalsak, ular bizdan tang-tang sayriya oladi-chu. Siz hozir ichingizdagi vujudingiz bilan man naqshidagi hissiyotlarni, melodiyalarni, tekstlarni qetib turib rasmiy sayirtib etdingiz. Ro'yitingiz bilan ulana oldingiz. Şu men bek ta'sirlanib, mening guruhimga kelsa Farruh Javukam bilan biz xili mang'alig'idakmiz, xili jiq asarlarni birlikda vujudga chiqarlig'idakmiz degan ishonch bilan sizga birinchi bo'lib o'rildim ukam. Mayli meni tanlang, mayli tanlamang, men bu naqshidan bek huzurlandim. Oldi bilan tekst pek güzelken, tekstga loyiqida tekstni kam bo'lgan yana eng inchki ifodalash tegishli nozik nuqtalar muzika tili orqali to'liq to'ldirilib mukammal bir asar bo'libdi. Shuning uchun men san'atga mushu naqshiga bo'lgan hurmat bilan o'rildim. Mening guruhim kelishingizni qarshi olaman. Buning she'rini o'zingiz yozgandek, ahangini o'zingiz ishlaganda, xuddi bu hikoya o'zingizning bir hikoyasidek. Bana shuna ta'sir qildi. O'yladim, bu ukamning o'zining hayotidagi ishlamidi, shunda berilib etqinib qaraganda, chunki yurakdan chiqqan naqsh yurakka bordi. Men shuningdan men oxirgacha anglab boqaychi desam, xeyli hissiyotga cho'nqurlashyapsiz. Xuddi o'zingizning beshidingizni o'tgan bir ajoyib bir kartinalarni men xiyol qildim. Meni ashuna xiyolga olib ketilgan ekan. Demak, sizning ijroingizda bir yuqori mahorat bor. Meni o'rishga majbur qilgan sizlik shu xoslik. Shuningga mening guruhimga kelsangiz, men bek huzurlandim bu naqshdan. Men oxirgacha huzurlandim. Nesiyat elishlarning bo'lib shundaq ba'zi qattiq yumshoqliklarni bir o'zgarishlarchi, bek rohat, bek chiroyli bo'ldi meningcha. Bu o'zlashtirilgan bir naqsh-ku, ha? Lekin bek chiroyli naqsha ham sammat chiroyli etding bu naqshni, ukam. Abdulla akam bir necha kun o'tsang fursat berdi o'ylandigan. O'ylashyapsan-ku hozir. Sen o'ylashqin. Yig'ib kelgan vaqtida mushu balamizning sizlarga yarab qolishida bir narsa bor. Amabab uslubda naqsh etish birinchi o'rinda turdig'ini zodi hissiyat. Ash o'zi da'vatgan gapga, aytayotgan ohangga nayti cho'kish kerak deb tushunish kerak ham o'zi. Shunga ma'lumlar da'vatda seni Shunga oshiq, o'tqa oshiq Parvona o'zini shu chiroqqa otgandek tuyg'uda bo'ldim. Farruh gerçi nafas ishlatish jihatda ozroq qiyinchiliklarga uchrayotdi. Har bir so'zlarni degan maqsad nafasini shunda tiz qo'yib o'tib beryotdi. Lekin hissiyat ifodasi shunchaki yaxshi. Shuningga men mushu Farruhga nafas ishlatish jihatdan, ovoz chiqarish jihatdan yordam qila olayman degan umidda Farruhni qabul qildim. Farruhning meni tanlaganiga rahmat. Bu bir yaxshi uchrashish bo'ldi. Hem yaxshi boshlanish bo'lg'isi Farruhni Yashin guruhi qizg'in qarshi oladi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyari elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mayirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. 就是还是我觉得就是这样的歌手在舞台上用这样一首歌曲，还是把听众观众可以带到他的歌曲里面。对，我觉得这个歌手很会唱歌。 Yaxshimsizlar, ekran oldidagi barcha aziz tomoshabinlar, ko'rilmanlar. Yaxshimsizlar, naq maydondagi hurmatga sazovor
Ustozlarim, menki tojik o'g'li Qaysarjon G'ulomiddin amalarga o'tliq salom, ali ihtirom. O isim qarşıladı. Naqshdagilar güzel ha. O kuzanı içib qarasang, to'yt qarab o'tdagan. Shu vaqtdagi hissiyoting qanday? Rahmat ustoz. Shu vaqtda bek jiddiylashgan. O'zim hozir mush sahnaga chiqishdan burunmi jiddiylashib, shundoq o'zimni topolmagan, lekin sahnaga chiqqandan keyin eslim keldi. Men mi qarsam yo'q turibdi ekansa bayatda. Sen yutib ketgan vaqting kanda shu. Bu sening pozitsiyang bizga nihoyatda yoqadi. Rahmat ustoz. Ana bu naqshini nihoyatda yaxshi o'rinlab berding. Ma'lumlar sana qoyil bo'ldi. Biz intayin najmi qisqa bo'lgan yaxshi baholardan biz foydalanaylik. Rahmat, ma'qul. Unda bo'lsa ma'lumlar intayin najmi adı bilen men örüldüm. Bir şey adım harvam işte mangmayım bir şey adım şey aldım. Aşı beşini başlagandım çok. Avazının naydı, tok naydı, kengri, şundak yarkın, yanırak tarafları. Aşı birinci cümlede inik çıktı. Andın men örülgendен keyin men emde naqşidilla emas, men senin mavalık hazırki obrazыңды mı bek zok aldım qara. Sen mavalık zamanıvi şuşen kiyim bilen mavalı Taciklarning an'anaviy kiyimini shundoq chiroyli birlashtirib, yarashtirib saqira. Ondan men aytgan naqshangmi, bunimi qo'sh tilda aytib berding bizga. Ondan men sening ovozingdagi yangroqlik, men ovozingning tusi haqiqiy shundoq bir tojik xalqining men anglashni arzulaydigan bir ovoz shu. Elikidek 8'de 7'ni uruplarlıkidek ancak eğitilen emas, muş avat südün başlap 8'de 7'ni uruplar edemek Şu aslında emas ma, hakiki ma özgü xas ma, şu xalq xas bolgan avaz südün men bek zoqlandım qara. Şundaq hayajan bilen zoqlanıp anıldım. Rahmat. Şuna biz davamlıq sen şu benim grupamga kelsen, men senden zoqlanıp, sen menden zoqlanıp, bille bir özara şunda zoqlanışıp, ortak fikirleşip, şu aldığımızdaki basqıçlarını bille mansaqmiki dedim. Rahmat ustoz. Cuma. Rahmat. Ma'qul. Ondan keyin inim naqshi bek chiroyli bo'ldi, bek go'zal bo'ldi. Boshlanishdiki aşı sen benden aşı mukaddime şekildeki aşı urundan tatıpla turaklarına aytti çıraylık bek cayda. Anondan keyin bu bir coşkun bir yuqori kayfiyatdagi bir udar bilan bu naqsh boshlandi. Naqshingizga jur bo'lib aytib ketgan kim o? Siz. Men yaxshi ko'rdim. Shunda huzurlandim. Grupimizga qo'shilgandan tatib taki Ipak yo'li oxirlashib oxirgi natija va bundan keyingi san'at hayat yollarımızda men bilan birga bo'lishni xohlasangiz bu oila yana sizni qizg'in qarshi oladi. Kelishingizni kutaman. Rahmat ustoz. Rahmat. 8 ritmni tojik ahanglardan chiq anglagan. Lekin bugun sizning ijro qilganingiz, men o'ylab qoldim, agar mush mediaga aytmaysiz, bir kamanchi bilan qag'iniga ritmga kirgan joylarini, masalan, qalun, ud qatarlıq bizning yani şu an'anaviy musiqalarimizni qo'shish orqali aytgan bo'lsangiz bu ajoyib bir ijro va tankash bo'lgan bo'ladi. Endi bu Ayşegül ma'lum davatgan bu shakllarni biz keyingi bosqichda birga qilamiz. Ana to'g'ri aytdi. Aşı aytganlarni biz keyingi bosqichda birga ishlaylik. Shunda shu vaqtida sizning ovozingizdan tamoman hech qanday bütün ham yerni huzurlangan bo'ldi. Ovozingizni biz ko'rayotgandek aşındaq bir hissiyatga kelimiz. Hazır mı köydük? Lekin kelgüsüde siz muş naqshini, men degan bir ansamblni bir qurashtirib, qanchalik pul ketishini qat'i nazar, muş maqsadlaringizni amalga oshirsangiz, pulni chataq yo'qmi? Ayşegül ma'lumning so'zlaridan shundoq ma'no bo'ldiki, taqi qalbi to'liq rozi bo'lgan qanoati yo'q ekan endi. Biz sizning bugungi bu ijroingizdan to'liq rozi bo'ldim. Kallamda keyingi bosqichda mushu yuqori mushu yo'riqmish ovozlaringiz bilan qandaq bir mahoratlarni qurashtirib, qandaq bir yana o'zgacha yangiliklarni chiqishini kallamda hozir planlar tuzilib ketdi. Rahmat ustoz. Ya men nima qilib qanoatlandim, lekin texidimi yaxshi bo'lish uchun taklif beryapman. Cho'qim terishim ustoz. Rahmat. Bu takliflarni biz to'ldiramiz. Taklif beryapman. Bu taklifni. Cho'qim.
terishim qabul qilaman. Buningdan keyin tiximi terishqa. To'xta. Sening tirishdig'ingni bilamiz. Sen tirishmasan bu bo'lmaydi. Tayoq yeydigan yerlarga tirishmasan. Sen jim Mavla hozir bo'lak bir ish qilyapti. Sen bilib ekansan qo'y qarashni. Rahmat. Ufqimiz mana Abay xuddi Mavlon ustoz deb o'tgandek, mayli ovozingiz jihatdan bo'lsin, mayli mau kiyim-kechak jihatdan